istig'for insonning hojatlarini eshigini ochuvchi kalit deganlar. Bir odam keldi, ulug' zotni oldilariga. Bir muammosini aytdi. Nima qilay desa, istig'for aytdilar. Bir odam keldi, men farzand talabidaman, nima o'qiy? Istig'for o'qidilar. Bir odam keldi, qarzdorman, nima qilay? Sen istig'for aytdilar. Istig'for insonni Alloh taologa bog'laydigan, duolarda ijobat bo'lishiga sabab bo'ladigan zikr. Alloh taolo Qur'onda istig'for o'quvchilarni maqtaydi. Val mustag'firina bil ashar, saharlarda turib istig'for aytuvchilarni Alloh maqtaydi Qur'onda. Xudo o'zi suygan bandalarini, mu'minlarni ular saharlarda istig'for ko'p aytuvchilar deydi. Shu ma'noda istig'forni ko'p aytgan odamni Alloh taolo kechiradi, Alloh azobini yubormaydi. Bir oyat mazmunida keladiki, modomiki odamlarning ichida siz tursiz deydi payg'ambarimizga. Rasululloh zamonlarida. Yo'inki ular qilgan gunohlariga istig'for aytib turar ekanlar, men ularni azoblamayman deydi Alloh. Ya'ni bir inson doim istig'forda yursa, bu insonga balo kelmas ekanda. Bundan tashqari insonning ruhiyati ko'tariladi. Bir badanimizdagi, libosimizdagi kirlik ketsa, xushhol bo'lamiz. Qalbimizdagi kirliklar bu gunohdan sodir bo'lgan dog'larni istig'for bilan ketkizib tursak, insonning qalbi ravshanlashadi. Kayfiyat ko'tariladi. Bu istig'for, tavba insonda Alloh taoloning oldida yuzini yorug' qiladi. Insonni xotirjam qiladi. Shayton insonni tushkunlikka soladi. Inson tushkunligidan chiqaradigan narsa istig'for. Va inson o'zidan tashqari bola, ota-ona, butun mu'minlar uchun ham istig'for aytish mumkin ekan. Qanday qilib desa, Parvardigor meni kechirgin. Parvardigor ota-onamni ham kechirgin. Parvardigor o'tib ketgan ota-onamni ham kechirgin deb, hatto o'tib ketganlarimizni haqqiga ham istig'for o'qishligimizni, Allohdan mag'firat so'rashligimizni Alloh Qur'onda bizni maqtaydi.